Bugun men ishlovchi pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiyani oshirish, ya'ni qayta hisoblash uchun ariza yozish masalasi. Bu ma'lumot har bir pensiya olayotgan. Lekin hali ham ishlayotgan inson uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik odamlar ish staji davom etayotgan bo'lsa ham pensiyasi o'z-o'zidan ko'payadi deb o'ylaydi. Amalda esa ayrim holatlarda ariza yozilmasa, hujjat topshirilmasa yoki ma'lumotlar to'g'ri kiritilmasa, odam o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun sizga kimlar pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin? Qachon ariza yoziladi? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday xatolardan ehtiyot bo'lish lozimligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamlarga juda kerak bo'ladi. Lekin ular buni kech bilib qolishadi. Avvalo, masalaning ildizini tushunib olaylik. Pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashi mumkin. Ya'ni odam yoshga doir pensiya tayinlangandan so'ng biror korxonada, tashkilotda, xususiy firmada, maktabda, shifoxonada, tadbirkorlik subyektida yoki boshqa joyda mehnat faoliyatini davom ettirishi mumkin. Bunday insonlar odatda ishlovchi pensioner deyiladi. Oldin ko'pchilikda shunday tushuncha bor edi. Men pensiyaga chiqdim, keyin yana ishlayapman. Demak, ishlagan yillarim avtomatik ravishda pensiyamga qo'shilib boradi. Lekin pensiya tizimida hamma narsa avtomatik ishlaydi deb o'ylash xato. Ayrim ma'lumotlar elektron bazalar orqali kelishi mumkin. Masalan, ish beruvchi siz uchun ijtimoiy soliq to'laydi. Mehnat shartnomasi elektron tizimga kiritiladi. Ish haqida ma'lumotlar soliq organlarida aks etadi. Ammo bu ma'lumotlar pensiyani qayta hisoblash uchun har doim ham avtomatik asos bo'lavermaydi. Eng muhimi, pensionerning o'zi murojaat qilishi, ariza berishi, kerak bo'lsa hujjatlarni taqdim etishi kerak bo'ladigan holatlar bor. Endi nima o'zgarganiga kelamiz. Hozirgi davrda ko'p jarayonlar elektronlashgan. Oldingidek har bir ma'lumotni qog'oz daftardan qidirish, arxivdan o'ylab kutish kamaygan. Lekin bu endi hech narsa qilish shart emas degani emas. Aksincha, elektron tizimda xato bo'lsa, ish staji ko'rinmasa, ish haqi noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, fuqaro vaqtida murojaat qilmasa, pensiya kamroq hisoblanishi yoki qayta hisoblash kechikishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 2-3 yil ishlab yuradi. Keyin nega pensiyam oshmadi deb keladi. Tekshirsak ariza bermagan, ayrim o'ylari bazada yo'q. Ba'zi ish haqi summalari noto'g'ri, mehnat shartnomasi vaqtida rasmiylashtirilmagan bo'ladi. Endi aniq aytaman. Bu mavzu birinchi navbatda pensiya olib rasmiy ishlayotgan odamlarga tegishli. Rasmiy ishlash deganda men ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi tuzilgan, ish haqi hisoblangan, ijtimoiy soliq to'langan, soliq va mehnat tizimlarida ma'lumotlar aks etgan holatni nazarda tutyapman. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin yana maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, shifoxonada hamshira yoki vrach bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, korxonada qorovul, buxgalter haydovchi, texnik xodim, muhandis, tikuvchi, sotuvchi yoki boshqa lavozimda ishlayotgan bo'lsangiz, bu masala sizga tegishli. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin kamida 1 yil yoki undan ko'proq rasmiy ishlaganlar. Ikkinchidan, pensiya tayinlangandan keyin ish haqi avvalgi davrlarga nisbatan yuqori bo'lganlar. Uchinchidan, pensiya tayinlash vaqtida ayrim ish staji hisobga olinmagan, arxiv hujjatlari topilmagan yoki keyinchalik hujjat topilganlar. To'rtinchidan, mehnat daftarchasidagi yozuvlarda xatolar bo'lgan, lekin keyin tuzatish kiritilganlar. Beshinchidan, ilgari norasmiy ishlagan, lekin keyingi yillarda rasmiy ishlay boshlagan pensionerlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin umuman ishlamagan bo'lsangiz yoki faqat norasmiy, ya'ni shartnomasiz ish haqi rasmiy hisoblanmagan tarzda ishlagan bo'lsangiz, qayta hisoblash uchun asos bo'ladigan yangi staj yoki rasmiy daromad bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, agar siz yaqinda pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, barcha yangi ma'lumotlaringiz asosida qayta hisoblatgan bo'lsangiz, hozircha yana qayta hisoblash natijasi katta o'zgarish bermasligi mumkin. Lekin shunda ham men har bir pensionerga kamida 1 marta o'z pensiya hujjatlarini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Keling oddiy misol bilan tushuntiraman. Masalan, Ahmad aka 2020 yilda yoshga doir pensiyaga chiqdi. Pensiya tayinlanganda uning o'tim yillik ish staji va o'rtacha ish haqi hisobga olindi. Pensiyasi shartli aytaylik 1 million 800 ming so'm bo'ldi.
Lekin Ahmad aka pensiyaga chiqqandan keyin ham 2021-2022, 2023 yillarda rasmiy ravishda qorovul bo'lib ishladi. Har oy ish haqi oldi, ish beruvchi tegishli to'lovlarni amalga oshirdi. Endi savol, bu 3 yillik ish faoliyati uning pensiyasiga ta'sir qiladimi? Ta'sir qilishi mumkin. Lekin buning uchun uning ish staji, ish haqi, qonunchilikdagi qayta hisoblash tartibi va hujjatlar tekshiriladi. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, pensiyasi qayta hisoblanib, ma'lum miqdorda oshishi mumkin. Yana bir misol. Dilbar opa 2020 yilda pensiyaga chiqqan. Pensiya tayinlash vaqtida 1998-1992 yillarda ishlagan joyidan arxiv ma'lumotnomasi topilmagan. Shuning uchun o'sha davrning bir qismi stajga qo'shilmagan. Keyin 2024 yilda arxivdan ma'lumotnoma topildi. Endi Dilbar opa nima qilishi kerak? U arxiv hujjat topildi. Endi o'zlari bilib pensiyamni oshirib qo'yishadi deb kutmasligi kerak. U pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, ariza yozishi va hujjatni taqdim etishi kerak. Agar hujjat qonuniy asos bo'lsa, pensiya qayta hisoblanadi. Bu ishlovchi pensioner bo'lish shart emas, lekin ishlovchi pensionerlarda bunday holat ko'proq uchraydi. Chunki ular hujjatlarini yangilashga ehtiyoj sezadi. Yana bir hayotiy vaziyat. Karim aka pensiyaga chiqqandan keyin xususiy firmada haydovchi bo'lib ishlagan. Unga har oy 2 million so'm naqd berilgan, lekin rasmiy shartnoma qilinmagan. Karim aka keyin pensiyasini oshirish uchun kelib, men 4 yil ishladim deydi. Men bunday holatda doim tushuntiraman. Agar ish rasmiy bo'lmasa, maosh hujjatda aks etmagan bo'lsa, ijtimoiy soliq to'lanmagan bo'lsa, uni pensiya staji sifatida isbotlash juda qiyin. Oddiy men ishlaganman, guvohlar bor deyish har doim yetarli bo'lavermaydi. Pensiya qayta hisobida hujjat, elektron ma'lumot, buyruq, mehnat shartnomasi, ish haqi hisob kitobi, arxiv ma'lumotnomasi kabi dalillar muhim. Pensiyani qayta hisoblash deganda mavjud pensiya ishini qaytadan ko'rib chiqish tushuniladi. Bu har doim pensiya albatta katta oshadi degani emas. Ba'zan odam ariza beradi, tekshiriladi. Lekin qo'shimcha staj yoki daromad pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilmasligi mumkin. Ba'zan esa aksincha kichik tuyulgan hujjat ham pensiyani oshirib yuborishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l taxmin bilan yurmaslik, hujjatlar asosida tekshirtirish. Qayta hisoblashga odatda quyidagi omillar ta'sir qiladi. Qo'shimcha ish staji, ish haqi miqdori, ilgari hisobga olinmagan davrlar, ish haqidagi xatolar, familiya yoki ism o'zgarishi sababli bazada ko'rinmay qolgan ma'lumotlar, korxonaning tugatilgani, arxiv hujjatlarining kech topilgani, elektron mehnat daftarchasidagi nomuvofiqliklar. Masalan, pensionerning 2 yil qo'shimcha ishlagani bor, lekin maoshi juda past bo'lgan bo'lsa, natija bir xil bo'lmaydi. Boshqa odamda esa 1 yil ishlagan bo'lsa ham ish haqi yuqori bo'lgan va hisob kitobga ta'sir qiladigan bo'lsa, pensiyada o'zgarish bo'lishi mumkin. Men tomoshabinlarga shuni alohida aytaman. Hammaning pensiyasi bir xil foizga oshadi degan gaplarga ishonmang. Pensiya hisoblash individual. Bir odamda 6000 so'mga oshishi mumkin. Boshqasida 2000 so'mga, yana boshqasida umuman o'zgarmasligi mumkin. Chunki pensiya stajga, ish haqiga, avvalgi hisob kitobga, pensiya turiga va amaldagi qoidalarga bog'liq. Masalan, Bahrom aka pensiyaga chiqqandan keyin 2 yil rasmiy ishladi. Ish haqi har oy 1.500.000 so'm atrofida bo'ldi. Uning avvalgi pensiya hisobida esa yuqori ish haqi davrlari bo'lgan. Bunday holatda qo'shimcha 2 yil staj pensiyaga o'zgina ta'sir qilishi mumkin. Lekin juda katta o'sish bo'lmasligi ham mumkin. Endi Zaynab opa misolini olaylik. U pensiyaga chiqqandan keyin 3 yil davomida malakali mutaxassis sifatida 5-6 million so'm rasmiy oylik bilan ishladi. Avval pensiya tayinlanganda esa ish haqi pastroq davrlar hisobga olingan. Bunday holatda qayta hisoblash natijasi sezilarliroq bo'lishi mumkin. Lekin baribir aniq summani faqat vakolatli organ hisoblab beradi. Endi eng muhim qismga keldik. Tuzoqlar va noaniq nuqtalar. Birinchi tuzoq norasmiy ish. Juda ko'p pensionerlar men ishladim, demak pensiyam oshishi kerak deb o'ylaydi. Yo'q, mehnat faoliyati rasmiy tasdiqlanishi kerak. Agar ish beruvchi sizni shartnomasiz ishlatgan bo'lsa, bu nafaqat pensiya uchun zarar, balki sizning mehnat huquqlaringiz uchun ham xavf. Kasallik varaqasi, mehnat ta'tili, staj, soliq, pensiya huquqi, bularning hammasi rasmiy ishga bog'liq. Ikkinchi tuzoq ish beruvchi ma'lumotlarni noto'g'ri kiritishi. Siz rasmiy ishlayapsiz, lekin ish beruvchi shartnomani elektron tizimga kech kiritgan bo'lishi mumkin. Yoki lavozim ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki sizga ish haqi hisoblangan,
lekin ayrim oylar soliq hisobotida aks etmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya jamg'armasi xodimi bazada ma'lumotni ko'rmasa, sizdan qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Shuning uchun ish joyingizdan ma'lumotnoma olishdan erinmang. 3. Tuzoq, familiya, ism, otasining ismi bilan bog'liq xatolar. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan bo'ladi. Eski mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya, arxiv ma'lumotnomasida yana boshqacha yozilgan bo'lsa, tizim bu hujjatlarni bir odamga tegishli deb darrov tan olmasligi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, sud qarori yoki fadyo ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. 4. Nozik masala, ariza berilgan sana. Ko'p hollarda qayta hisoblash murojaat qilingan kundan yoki belgilangan tartibdagi sanadan boshlab amalga oshiriladi. Shuning uchun keyin boraman, vaqtim yo'q deb yillar davomida kutish noto'g'ri. Agar sizda hujjat tayyor bo'lsa, stajingiz qo'shilishi mumkinligini bilsangiz, imkon qadar tezroq murojaat qiling. Chunki kechikish sizning oylik pensiya daromadingizga ta'sir qilishi mumkin. 5. Masala, hamma oshirish bir xil tartibda bo'lmaydi. Davlat tomonidan pensiyalar umumiy indeksatsiya qilinishi boshqa masala. Masalan, mamlakat bo'yicha pensiyalar ma'lum foizga oshirilsa, bu umumiy oshirish. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy pensiya ishingizga tegishli. Ba'zi odamlar umumiy oshirishni qayta hisoblash bilan adashtiradi. Hammaga oshdi, menga ham oshdi, demak qayta hisoblash shart emas deyishadi. Yo'q, umumiy oshirish alohida. Sizning qo'shimcha stajingiz yoki yangi hujjatingiz asosida qayta hisoblash alohida masala. 6. Masala, pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Imtiyozli pensiya kabi turlar bor. Har birida qayta hisoblash asoslari bir xil bo'lmasligi mumkin. Men bu videoda asosan yoshga doir pensiya olib ishlashda davom etayotgan fuqarolar haqida gapiryapman. Agar sizda boshqa turdagi pensiya bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasidan individual maslahat oling. Endi eng kerakli qism, siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. 1. Qadam. O'zingizning mehnat faoliyatingizni tahlil qiling. Pensiyaga chiqqan sanangizni eslangan. O'sha kundan keyin qayerlarda ishladingiz? Qaysi tashkilotda, qaysi sanadan, qaysi sanagacha, qaysi lavozimda rasmiy shartnoma bilanmi yoki yo'qmi? Har bir ish joyini alohida yozib chiqing. Masalan, 2020 yil sentabrdan 2023 yil 3 iyungacha maktabda qorovul, 2023 yil 1 avgustdan hozirgacha xususiy korxonada omborchi. Shunday ro'yxat sizga ham, pensiya jamg'armasi xodimiga ham ishni osonlashtiradi. 2. Qadam, hujjatlarni yig'ing. Eng asosiy hujjatlar odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya haqidagi ma'lumot. Mehnat daftarchasi bo'lsa, uning nusxasi, elektron mehnat daftarchasidagi ma'lumot, ish joyidan ma'lumotnoma, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi buyruqlar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotnomalari bo'lishi mumkin. Hamma holatda hammasi kerak bo'lmasligi mumkin, lekin bor hujjatni olib borish zarar qilmaydi. 3. Qadam, ish beruvchingizdan ma'lumotlarni tekshirib berishni so'rang. Men pensionerlarga doim aytaman, kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga kiring va men pensiyamni qayta hisoblatmoqchiman. Mening ishga kirgan sanam, ish haqi va to'lovlarim elektron tizimlarda to'g'ri aks etganmi deb so'rang. Ba'zan xatoni pensiya jamg'armasiga borgandan keyin emas, ish joyining o'zida oldindan tuzatish mumkin. 4. Qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Hozir ko'p xizmatlar davlat xizmatlari markazlari yoki elektron tizimlar orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Lekin pensiya qayta hisoblash masalasida eng to'g'ri yo'l o'zingiz yashash joyingiz bo'yicha mas'ul bo'limga murojaat qilib, hujjatlaringizni ko'rsatish. Agar elektron murojaat qilish imkoniyati bo'lsa, undan ham foydalanish mumkin. Lekin hujjatlarda noaniqlik bo'lsa, mutaxassis bilan yuzma-yuz gaplashish foydali. 5. Qadam, ariza yozing. Arizada murakkab gaplar shart emas. Aniq, sodda va huquqiy mazmunda yozish kerak. Masalan, ariza mazmuni shunday bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan yoshga doir pensiyaga chiqqanimdan keyingi mehnat faoliyatim, qo'shimcha ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Tegishli hujjatlar ilova qilinadi. Agar sizda aniq hujjat bo'lsa, uni ham ko'rsating. 2021-2024 yillarda falon tashkilotda ishlaganim haqidagi ma'lumotnoma ilova qilinadi. Agar ilgari hisobga olinmagan staj bo'lsa.
Pensiya tayinlash vaqtida hisobga olinmagan 1990-1993 yillardagi ish stajimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. 6-qadam arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Bu juda muhim. Arizani topshirdingizmi? Demak, uning kirim raqami, sanasi yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lishi kerak. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Hujjatlarni tashlab keting, keyin ko'ramiz deyishsa ham. Albatta qabul qilinganini tasdiqlovchi ma'lumot so'rang. Chunki keyin muddatlar, javoblar va qayta murojaatlar uchun bu kerak bo'ladi. 7-qadam natijani kuting va javobni tushunib oling. Pensiya qayta hisoblangandan keyin sizga yangi miqdor aytiladi yoki yozma javob beriladi. Agar pensiya oshsa, qaysi sanadan boshlab oshgani, qancha bo'lgani, to'lov qachon tushishi bilan qiziqing. Agar rad etilsa yoki o'zgarmasa, sababini so'rang. Nega o'zgarmadi degan savolga aniq javob bo'lishi kerak. Staj yetarli emasmi? Hujjat tasdiqlanmaganmi? Ish haqi hisobga olinmaydimi? Bazada ma'lumot yo'qmi yoki qonun bo'yicha ta'sir qilmaydimi? 8-qadam. Agar xato deb hisoblasangiz, shikoyat qilishdan qo'rqmang. Avval shu bo'limning o'zida rahbar qabuliga kiring. Keyin yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish mumkin. Hujjatlaringiz aniq bo'lsa, arizangiz qabul qilingan bo'lsa, javob sizni qoniqtirmasa, masalani qonuniy tartibda ko'tarish huquqingiz bor. Men doim aytaman, pensioner o'z haqini so'rashi uyat emas. Bu yordam so'rash emas, bu qonuniy huquqni talab qilish. Ariza yozayotganda birinchi navbatda shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsin. Familiya, ism, otasining ismi, yashash manzili, telefon raqami, pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Keyin pensiya turi ko'rsatilsa yaxshi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi va hokazo. Keyin murojaatning mazmuni aniq bo'lsin. Pensiyamni oshirib bering deb yozishdan ko'ra, pensiyamni qo'shimcha ish staji va ish haqi ma'lumotlari asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish to'g'riroq. Ilova qilingan hujjatlarni ro'yxat qilib yozing. Masalan, ish joyidan ma'lumotnoma 1000 dona, mehnat daftarchasi nusxasi 3 varaq, ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma 1000 dona, arxiv ma'lumotnomasi 1000 dona. Bu keyinchalik hujjat yo'qolib qolmasligi yoki siz bermagansiz degan gap bo'lmasligi uchun foydali. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz va hali ishdan chiqmagan bo'lsangiz, hozirgi ish joyingiz bo'yicha ma'lumotlar ham muhim. Ba'zi pensionerlar, men hali ishlayapman, demak ishdan chiqqandan keyin boraman deb o'ylaydi. Har bir holat alohida ko'riladi. Shuning uchun kutish shartmi yoki hozir murojaat qilish mumkinmi? Buni pensiya jamg'armasidan aniqlab oling. Chunki siz kutgan davrda ma'lum puldan mahrum bo'lishingiz mumkin. Yana bir muhim maslahat, hujjatlarning asl nusxasini va nusxasini alohida tayyorlang. Asl nusxani ko'rsatish uchun olib boring, nusxani topshirish uchun tayyor tursin. Har bir hujjatdan kamida 2 nusxa qilish foydali. Telefoningizda ham suratga olib qo'ying, lekin unutmang, surat har doim rasmiy hujjat o'rnini bosmaydi. Faqat siz uchun zaxira bo'ladi. Demak, ishlovchi pensionerlar uchun eng asosiy fikr shuki, pensiyaga chiqqandan keyingi rasmiy ish faoliyati ayrim hollarda pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Lekin buni kutib o'tirmaslik kerak. Ariza yozish, hujjatlarni yig'ish, ish beruvchi ma'lumotlarni tekshirish va pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Norasmiy ish, noto'g'ri kiritilgan ma'lumotlar, familiya o'zgarishi, arxiv hujjatlari, ariza sanasi kabi nozik jihatlar natijaga jiddiy ta'sir qiladi. Men sizga tavsiya qilaman, agar siz pensiya olib ishlayotgan bo'lsangiz, bugun o'zingizning ish stajingizni va hujjatlaringizni tekshiring. Hech bo'lmaganda pensiya jamg'armasiga borib, mening pensiyamni qayta hisoblashga asos bormi deb so'rang. Chunki o'z vaqtida berilgan bitta ariza sizning har oylik daromadingizni oshirishi mumkin. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, pensiyangiz qayta hisoblanganmi yoki rad javobi olganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ishlayotgan har bir pensionerga kerak bo'lishi mumkin.